Xonajin boqish haqida video qilamiz akalar. Xonajin bo'g'oz sigir boqish haqida qanaqa foyda, qanaqa daromad, qanaqa mashaqqat, shu haqida chiroyli video qilib beramiz. Hurmatli do'stlar, ancha yillik tajribasi bor, xalqimiz tanigan Muzaffar akamizlarning xonadonidamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Abrorjon. Aka, charchamayapsizmi? Yaxshimi? Kelib oldingiz, salommi? Qalaysiz endi? Sekin. Aka, sizni o'zi ko'pchilik taniydi. Tani bo'ldi. Xudo xolasa, bundan-da ziyoda qilsin Xudo. Qarang, bugungi video umuman boshqacha bo'ladi. Xudo xolasa odamlarga foydali gaplar bo'ladi. Aha. Haliga musofirda yurganlarga salgina haliga nima deydi? Motivatsiya. O'zingiz bilasiz. Mashmollar mana, mashmollar nasl mollar, mana mashmollar. Nasl olinib turgan nasllik uchun qimmat olingan. Yaxshi, qimmat olingan. Ularda tuqqandan keyin misol 30 dan tepasi sut beradi. 30 litr tepasi. Odam bor, sutga ishlayman degan. Aha. Mana 1 yildan keyin ishlayversin. 1 yil xonajini olsin, 1 yildan ishlayversin. O'shalar siz qarang, shu O'zbekistonning firmalaridan chiqqanini tavsiya qilasizmi yoki Rossiyadan kelganimi? Endi qaydan olsa ham qon tekshirib olish kerak. Iloji bo'lsa Yevropadan olish kerak. Hozirgi kunda misol 35 million xonachi. Yevropa xonachilar menga telefonda tashayapti, 35 million. Samolyotda kelyapti. Qochishga tayyorlar. Qochishga tayyorlar. O'shalar o'ng'alib hali yana ham yillashib ketsa, siz aytganda 50 million ham bo'lishi mumkin. siz qaysini olardingiz? Misol 70 ga bitta katta sut beradiganmi yoki 4 ta qilib olaman, 2 ta bolasiman deb o'sha yo'nalishni tanlaysizmi? Mol zo'rini olish kerak. Molni zo'rini. Zo'rini olish kerak. Baribir zo'rda baraka bor. Zo'r baraka qilib ketadi. Ha, baraka. Keyingi tug'ishda ham shu mol 70 millionda. Aka qarang, hisob kitob qilyapsam, bitta mol bir kunda necha pul qiladi? 60% silos bo'lsa, 40% somon. Qo'shib berasiz. Ikkovini aralashtiramizda, kechqurlikka solib turib, bir qop kepagini shunday ustiga tashlaymiz. Kunjarasini tashlab qo'yamiz, yeb yotaveradi. Yeb yotaveradi. Suv necha mahal beriladi? Suvni bir mahal beryapman. Nimaga? 2 mahalga endi siyoryapti. Gapni ochig'i, o'zi agar suvni talab qilib tursa, 2 mahal 2 mahal tutish kerak o'zi. Soat 10 da tutish kerak, kechki payt 5 da tutish kerak o'zi 2 mahal. O'zi aslida. Aslida 2 mahal tutish kerak. 2 mahal tutsangiz mol tez o'ng'allaydi. O'sha hurmatli do'stlar, hali yiliga e'tiborga yo'q. Olingani 24 million 200 ming so'mdan bo'lsa, mana shu xonajinlar. O'sha 10 oyda o'sha 50 million yuzini ko'ryapti mollar. 20 ta mol boqib, pulingiz joyida turib, rasxotidan tashqari Malibu olaversa ekanda. Xuddi shuna bo'ladi. Molni originalini kallasi qanaqa bo'ladi desa, men mana bunaqa bo'ladi deb bemalol aytaveraman. Mana shu tobboni chiplashni ustida servis bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Abroruz kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugun hurmatli tomoshabinlar, biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Guliston mahallasidamiz. Xonajin boqish haqida video qilamiz akalar. Xonajin bo'g'oz sigir boqish haqida qanaqa foyda, qanaqa daromad, qanaqa mashaqqat, shu haqida chiroyli video qilib beramiz. Hurmatli do'stlar, ancha yillik tajribasi bor, xalqimiz tanigan Muzaffar akamizlarning xonadonidamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Abrorjon. Aka, charchamayapsizmi? Yaxshimi? Kelib oldingiz, salommi? Qalaysiz endi? Sekin. Aka, sizni o'zi ko'pchilik taniydi. Tani bo'ldi. Xudo xolasa, bundan-da ziyoda qilsin Xudo. Qarang, bugungi video umuman boshqacha bo'ladi. Xudo xolasa odamlarga foydali gaplar bo'ladi. Haliga musofirda yurganlarga salgina haliga nima deydi? Motivatsiya. O'zingiz bilasiz. Motivatsiya. Hurmatli do'stlar, Muzaffar akam ham misol uchun hozir qarib 100 bosh mol bor, to'g'rimi? Xudo xolasa bor. 100 bosh moli bor. Bu ham top etib osmondan tushib qolmagan. Sekin-sekin vaqt soati bilan bosqichma-bosqich bu opitlar oshgan. 25 yillik nima deydi? Tajriba. Yo'q. Qarang, mana shu o'zingizning xonadoningiz. O'zimning xonadon. Betga necha tushgan molxona? Endi 27 metrga 7 metr. Yozda zagon hisobiga o'tib ketadi. Ha, zagonga o'tadi. Qishda bu tomon bekiladi. Bekiladi. Hurmatli do'stlar, mana ko'rib baho beringlar, mana salafonlari ochilinib, o'sha zagon qilinib, nechta mol yuraveradi bu yerda kirib chiqib? Bu yerda 25 ta mol yuradi. Kirib chiqib yuraveradi. Chiqib yuraveradi. Gap yo'q. Aka, o'tgangi videomiz juda xalqqa foydali bo'lgandi. Bu yil ham fisabilloh molni sotish uchun, maqtanish uchun emas. Mol sotish emas. Odamlarga misol, hali mana bir yildan keyingi mana yilni boshi, yanvarda xonajini oladi, kimdir. O'sha qochirish, bir nimalarni uncha odamlarga beramiz. Sirlashamiz-da. Telefon qilavermaydi, mana videoda ko'radi-yu, lakni bosib qo'yib turib, senga urgan bo'laveradi. Gap yo'q. Aka, qarang, o'tgan yil necha puldan olinadi standart xonajinlar? 24 milliondan olingan. Standart, ha? Standart. 24 dan olingan xonajinlar. Bir yil necha pullik sigirlar bo'ldi? Endi hali
Rasa ochib ketgani 65 million. Standart. Standart. Endi standart 50 million bilan 60 million ichida. O'shana bo'ldi o'tgan yilgi xunachilar. O'tgan yil bo'ldi. Mana shu xunachilar 26 milliondan olindi. Aha, bir yilga. Yilda mana 26 milliondan olindi mana shu xunachilar. Hurmatli do'stlar, Muzaffar aka, mana bu xunachi sohasiga o'zingiz kirganingizga necha yil bo'ldi aka? 2000-yildan beri. 2000-yildan beri qilyapsiz. Qarib 26-yil boshlanyapti o'sha. Yo'q. Buni o'ziga yarasha issiq sovuqlari bor. Akalar bunday narsada masalan kimdir yangi boshlasa xato qilishi mumkin. Oldin qilmagan ishida qoqilishi hech narsa emas. Hozir biz sizlarga qarang, qarib 25 yil to'liq standartda hali opti bor odamdan qo'ldan kelgancha sir-asrorlarini so'raymiz. Sizlar oxirigacha ko'rib xulosa chiqaraverasizlar. O'tgan yilga 1 yil oldingi 24 million u yoq bu yoqda olingan mollar o'sha 50 bilan 60 orasida sotildi. Endi 2026 ga zagotopkalar boshlangan. Endi hozir Muzaffar akamdan so'rayman, qanaqa zotli mol olish kerak, qanaqa paytda qo'yish kerak, qanaqa yem berish kerak, qanaqa savollar bo'lsa beramiz. Aka, hamma xonajin ham bozordanmi, qayerdan bo'lsa bunday ola qorami, xonajin olib boqsa o'sha 50 million bo'lib ketaveradimi yoki hammasi ham bo'lmaydimi? Endi asli zot mol olish kerak. Zotlar? Zot. Aha. Zot mol olsangiz asli bo'ladi. Zot molni ham qanaqasini olish kerak? Mana shu zot molni mana shu ko'ti bori sal balandroq bo'lishi kerak. Mana korpus ko'ryapsiz? Sal mana korpus bor mana shular. Mana shular sal eliroq bo'lishi kerak. Olib turganingiz ham xunachi o'zi bilinadi o'zi. Mana xunajinda mana sal nimalari pastga tushgan mana. Bu ham hali korpus yaxshi. Hali bu tezroq ketadigan sort. Gap yo'q. YouTube'da tez sotiladi. YouTube'da tez sotiladi. Sizga aytavering, mana u ham xuddi shunaqa mana. Bu ham bozorgir deyiladi. Bozorgiri. Bozorgir. Bu sal ulardan ko'ra sifat ikkinchi sortroq. Muzaffar aka, mana shu xonalar sir bo'lmasa necha puldan olingan o'tgan yil? Mana shu to'rttasi bir joyda fermerdan 76 millionga baraka bo'lingan. 19 dan. 19 dan. Yo'q. Bular hali o'sha yetilgan yo'q. Oykada bor. Fevralga o'tib tuvadi. Fevralga o'tib tuvadi, o'sha. Fevralga o'tib sekin. Hurmatli do'stlar, mana shuni o'zimiz bozorimiz, Yanqirg'on bozorimizda olganman. Nashimolni? Nashimolni. Ina bola olganman, 40 millionga olganman. Bolasi ham bor buni? Bolasi ham bor edi. Aha. Bolasini sotdim. 6 oylik bo'g'oz qilib sotib yubordim. 33 millionga bolasini berib yubordim. Bu necha pulga qoldi endi? Endi bu mol endi bizga 7 millionga qoladi. Mashvali 7 millionga 7 millionga qoldi. Muzaffar aka, qarang, xonajinda masalan hammasi ham hozir videoda aytdingiz, zotlisi bo'lib ketadi deyapsiz. Mana shu mollar nasl mollar, mana shu mollar. Nasl olinib turgan nasllik uchun qimmat olingan. Qimmat olinadi. Nasl mol qimmat olinadi. Misol mana mollarda misol mana rossiyskiy mollar bular. Rossiyadan kelyapti bu mollar. Bularga qaraganda bular sal qimmatroq. Sababi? Bular endi haliga German mollarida, German. O'zimiz chetda, nemis mollari. Yo'q. Bularda tuqqandan keyin sut berish effekti yaxshi. Bularda tuqqandan keyin misol 30 dan tepasida sut beradi. 30 litr tepasida. Tepasida beradi. Endi sizga 50 ta demay, 30 dan aniq tepasida beradi. Pastda berilmaydi. Shuni hisobiga akalar olinish paytida narxi ham balandroq bo'ladi. Mana shu mollar o'sha German molni bolalari. Yo'q. Mana shu xonajini. Hurmatli do'stlar, endi Mamakka kelib o'rnashib olamizdan videoni boshlaymiz. Ulug' boy aka, qarang. Mana bu savdogarlarda hammasini ko'ryapmiz-da. Misol bozorlarda ko'ryapti. Men obunachilarga misol bir xil gila aytadiki, 20 ta mol olmoqchiman, sutga ishlayman, sut yo'nalishida ferma qilmoqchiman desa, agar vaqti bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, xonajin olib sekin o'zingiz qilib oling degan tavsiyalarni ham beraman. Agar sutga ishlayman degan odam bor, sutga ishlayman degan. Mana 1 yildan keyin ishlayversin. 1 yil xonajini olsin, 1 yildan keyin ishlayversin. O'shanda arzon tushadi. Arzon tushadi. Misol mayli hozir ham ishlasa arzon tushadi. Hozir ham puli bor odamga arzon siyra asli. Endi nima desam bo'ladi? Bu barakasi bor-da baribir. Misol 70 millionga sotyapti odamlar, 60 millionga sotyapti. Olib turgan odam shu baraka topganda olyapti-da. O'z-o'zidan qo'ldiga pulni tashib kelgan yo'q. Yo'q. Boy aka, xonajinlarda birinchi olinadigan xonajinlarda misol uchun
Hozir siz qarang, shu O'zbekistonning firmalaridan chiqqanini tavsiya qilasizmi yoki Rossiyadan kelganini? Endi qaydan olsa ham qonni tekshirib olish kerak. Qoni toza bo'lsa, Qoni toza bo'lsa bo'laveradi. Qayerdan olayotgan bo'lsa ham. qon deganda nima tushunasiz? Zotmi yoki boshqa Yo'q, narsa? qonda infeksiya bo'ladi-yu. Ha. Masalan, 3 oylikda bola tashab qo'yadi. 5 oylikda bola tashlaydi. O'sha qonni tekshirib olsa, qilayotgan mehnatini 1 yilda rohatini ko'radi. Aha. Bo'lmasa ko'ra olmaydi. Masalan, 1 yilga bormasdan ketaveradi sekin. Nima bo'ldi deganda. Yo'q. O'zbekiston firmasidan bo'ladimi, Yevropadan kiradimi? Iloji bo'lsa Yevropadan olish kerak. Hozirgi kunda mesela 35 million xonajin. Yevropa xonajinlar menga telefonda tashayapti, 35 million. Samolyotda kelyapti. Qochishga tayyorlar. Qochishga tayyorlar. O'shalar sigir qilsa foyda qiladimi? Sigir qilsa foyda qiladi. Yevropaniki foyda qilinadi. Rossiyaniki foyda qiladi. Odamlar hozir 35 million qimmat deydi. Lekin yildan yilga haliga nima deydi? Inflyatsiya. Shularning orqasidan bo'lyapti. Masalan, bir yil mesela bozorlarimiz ham 70 millionga mos sotilyapti-yu. Bir yildan aniq sotiladi. Oddiy molam. Yo'q. Aka, sizga bir savol beraman. Uje 25 yil bo'ldi uje xunojinga o'tganingizga. 25 yil bo'ldi. Birinchi nechtagadan boshlangan? Bittadan boshlagan, bir dona xunojinchadan. Birinchi bittadan boshlangan. 18 so'mga olganmiz. O'sha payt. Ha, o'zimiz pulga 18 so'mga olganmiz. Uje qochirib, yetiltirib sotilardi. O'sha xunojinchani bir yilda ikkita qilganmiz. Ikkitani to'rtta qilingan, to'rttani endi dadam magazichi bo'lgan deydi-yu, haqini sal ko'paytirish boshlanganda. Ko'paytirilib, sekin-sekin qarib 100 tadan o'tdi o'sha. Ha, 100 tadan o'tdi. 100 tadan o'tdi. Muzaffar aka, sizlarda bitta tizim bor. Misol uchun, akalar hali hozir oddiy gapda bu. Misol kimdadir bugun men bozorga chiqdim, masalan, qimmat mashinalar turibdi. Bo'lishi mumkin 20 ming dollarga yoki 25 ming dollarga bitta inomarka mashina beradi-da. Bir xil odamlar o'ylanaveradi, mashina olaymi, mol olaymi, mashina olaymi, mol olaymi deb aytaveradi. Men tavsiya qilaman akalar, imkoniyat bo'lsa, oldin soqqani bosib olib, keladigan joyini qo'ra quritda sekin yarashaveradi. Misol uchun, mana bu mollardan 2000 dollardan olingan deyilyapti bir yil oldin. Lekin hozirgi paytda stabilniy 40-45-50 shunaqa va undan teparoqda ham kelasi sotilyapti. Fevral oyigadir hali vaqt bor bu molda. Hali 10 olib hali yana ham yillashib ketsa, siz aytganda 50 million ham bo'lishi mumkin. Yana kami ham bo'lishi mumkin. Tem bo'lib 4 ta so'sga qoni hammasiga tekshirtiraman. Uyda o'tirib, har bitta molni tepasida shug'ullanaman. Keyin hali aytganingizdek birovga hali gapiradigan gaplar ko'p. Birovga bersa bergina bo'ladi. Ha, berasiz, bitta uyalmash kerak-da. Birinchi qiladigan ishingiz shu. Muzaffar aka qarang, sigirda siz o'zingiz ham ko'p aloqa qilasiz sigir sutga ishlaydigan firmalar bilan. Bir xilga insonlar, o'zim kommentariyalardan obunachilar fikridan kelib chiqib aytyapman-da. Misol uchun, bozorga borsangiz 70 million bo'lsa, buni puliga ikkita bandaroq mol olaman deydi. Siz qaysini olardingiz? Misol 70 ga bitta katta sut beradigandami yoki 4 ta qilib olaman, ikkita bolasiman deb o'sha yo'nalish tanlaysizmi? Mol zo'rini olish kerak. Molni zo'rini. Zo'rini olish kerak. Ba'zi zo'rda baraka bor. Zo'r baraka qilib ketadi. Ha, baraka. Keyingi tug'ishda ham shu mol 70 millionda. Ha. Keyingi tug'ish ham endi bizning bolasi ham zo'r bo'ladi-da. Yo'q. Misol uchun, hurmatli do'stlar, o'zi Muzaffar akamning gapiga hamohang qilib aytaman. Misol hozir mana bunaqa mollarni boqqan dehqon akalarimiz bir yildan keyinga umuman o'ylanmayapti-da. Mana shu molni deylik 50 million bo'lsa, suti bor. Nechtadan sut beradi mana shu mollar? Mana shu mollar 30 tadan sut beradi. Zo'r qarab, minimum 20 ta 25 ta. 25 tani uyalmaydi. Lekin 30 tani tepasida beradi. 25 ta bersa ham, misol kuniga borda 200 ming ag'bag'da daromad. To'g'rimi? Buni tug'latirgan buzoqchasi ham hozir to'g'ri gap 12 million. Buni buzog'i ham. Misol 50 millionga olsa, 38 millionga qoladi. Aslida. Misol hali aytganingizdek bir 7 oy 8 oy sutini hisob kitobini qilib turib, qochirib qo'ysa, yildan bu mol 60 million tepasida. Inflyatsiya hisobiga. Yildan 60 million tepasida. Aka qarang, hisob kitob qilyapsan, bitta mol bir kunda necha pulga sotiladi? Endi bitta molda misol qana hisob kitob qilsak, misol biznikida 3 kilodan 6 kilo kepaydi. Bir yeyishimda 3 kilo edi. 3 kiloga bormaydi. 2,5 kilodan 5 kilo deylik. 5 kilo. Lekin shu endi bitta lekin kulishga bor, endi 1 litr chiqmasa kerak, 1 kilo chiqmasa kerak. 700 gram kunjara yeydi.
Ha, kunjara. Ha, 700 gram kunjara yeydi. Bir yegandan bir kundan. Bir yeganda. 1,5 kilo kunjara, Ha. 5 kilo kepak. Ha, shunaqa. Bitta mol. Shu rasodda oyiga necha rasod qiladi bitta mol? Endi uni hozir hisoblab chiqish kerak-da. Uni men misol hisoblamayman ko'proq. Siz hisoblamay beraverasiz. Hisoblamay beraveraman. Misol beda azayishi bor, hali qopda qolsa ketaveradi, shatiri. Qarang, mana shu 25 ta molmi bitta 20 ta? Beda 20 bitta mol bor edi, hozir bitta ketib qoldi. 20 ta. 20. 20 ta mol bir yeganda bir qop yeyaveradimi? Bir yeganda bir qop kepak yeydi, yarim qop kunjara solaman. Bir yeganda bir qop kepak, yarim qop kunjara. U degani 2 qop kepak, 1 kilo, 1 qop kunjara. Yarim qop mana shunday 20 kilo oshiqroq kunjara solinadi. Bir yeganda. Bir yeganda. Gap yo'q. Uje hurmatli tomoshabinlar, bitta molda rasxodlarini mana aytib o'tyapmiz. Muzaffar aka, mollarga siz qanaqa tavsiya berasiz? Bir kunda necha mahal qarash kerak? 2 mahal qarayman. Aha. 2 mahal, ertalab kechqurun. Albatta, issiq suv beraman. Bitta suv. Issiq suv ichadi. Shu sovuq suv ichgan mol bilan issiq suv ichgan mol farqi bormi yo'qmi? Farqi bor. Sabab? Farqi endi bu qoringa kirgandagi uni isib olguncha qancha qoni energiya ishlaydi. Aha. Shuni 38 darajada ilm yoz suv berish kerak molga. Yozda beriladigan suv. Yozda beradigan suvni berish kerak. Aha. Suvni bersangiz ichadi. Misol 10 olish zo'rda molda. Gap. Issiq suv berish tutmasa Hozir misol mollar yo'talyapti, ko'ryapsiz. O'sha yo'talib doktor chaqirganda ozgina yarim soatlik mehnat vaqt. qilinadi. Yarim soatlik vaqt. Gap. Keyingi videoda aytayman, eng foydali gapdi. Molxonaning oldini yo'lagini ko'tarsin, kim bo'lsa. Aha. Nimaga dedingdi? Nimaga? O't solish osonroq. O't solish oson. Eng zo'rlari mana shu oxirida ko'tarish kerak. Iloji bo'lsa mana shu bo'yi qilib olish kerak. Shunda arabadagilarni to'ntarib yuborasiz. Qarang, men buni olib tashlab shuni surib qo'ya qolsa bo'lmaydimi? Uni qilsa ham bo'ladi. Endi haliga unga sal ko'tarish kerak ekan. Ha. Nimagaki biz mana shu qishlog'imizda ko'pchilik kelib ko'rib ketyapti. Yana ham ko'tarish kerak ekan deyapti. Nimagaki buni ko'tarib, yelkalab, hali arvalab to'ntara olmaysiz. Meniki juda qulay hozir. Arvaga moslangan, to'ntar solinaveradi. Yo'q. Muzaffar aka qarang, 26 metrga 7 metr molxona. Mana shu 26 metrga 7 metr molxonani siz rasxod qilgansiz kerak bo'lsa. Ha, rasxod qilgan. Pishgan ishdan, mana bu temir ubularlarda ayamasdan qilgansiz. Necha pul ketdi? Polni ikir-chikirgacha. Endi bir 200 millionga borib qoldi. Ketishini o'zi. 200 millionga bordi. Rasxod mana Temir chaqib bordi. temirlari bor. Hamma yo'qlar 200 millionga bordi. Masalan, 20 ta molga. Ha, 20 bitta mol sig'adi. Hop. 200 millionga bordi. Nimagaki biz endi rasxodda misol yozdim-u, yozganimcha. Bunday temirga borganda chaqib tashladi. Yo'q. Siz ama aka rasxod ko'p qildingizda, xuddi akada misol uchun bir xil yordam o'ylaydi, "Ya 200 million ko'p, bundan azroq ketsa ham bo'ladi" deydi. Misol sal rasxod qisib yarim puliga bitirsa ham bo'ladi. Mo'chaka o'zi uchun veshni. Yo'q, endi hali yana ishlar bor tepada. Aha. Hali bu nima bilan to'xtamaydi hali. Tepada ham ishlarim bor. 20 ming dollarga taqib qo'yish shekilli. Ya o'shanga taqayman. Nimagaki tepalarga haliga somonni maydalaydigan apparatlarni ham chiqar olib, ichiga birovlar hali Tepaga o'rnatib olasiz. tepaga o'rnatib olib, birovlar hali qo'l bola ishlayverasiz chiqib olib. Muzaffar aka, xunajin olishda bitta savol. Masalan, mana bu sementalni xunajini 30 bilan 35 ta orasida bo'lyapti. Shuna bo'lyapti. Galishtenni xunajini 20 bilan 25 ta orasida bo'lyapti. Masalan, 20 ta galishtenni olib boqqan yaxshimi yoki mana buni 15 tasi ham effektni beradimi? Asli galishtin yetmaydi, ha? Asli. Bilgan odam, tanlagan odam galishtinda yaxshisini tanlasa, sementalni ham oldin o'tib ketib qoladi. Asli bilsa. Bilmagan odam semental olgan yaxshi. Bilmagan odam semental, kamroq bo'lsa ham-da. Ha, kamroq bo'lsa. Nimagaki semental to'g'riga bozorda ham chaqqan, tez bozor. Aha. Misol kirsam, misol 3 ta xaridor turadi. Galishtinda bitta ikkita turgan bilan zo'rini olsangiz, u galishtinda misol sutga ishlashi ko'proq. O'zingizdan chiqqan semental xunajinlar bor-ku, maksimum eng ko'pi nechtagacha sut berdi? Bizning xunajinlar 30 taga sut berdi. Qaysilar? O'sha yozda bir yil biz uni ko'p qochirmadik, 15 tacha qochirdik. Semental, ha? Semental. Endi to'g'rilmayapsiz to'g'riga. Hali biz aytgan semental chiqmaydi. Bizga ma'qul kelsa. Endi galishtin bilan rossiyskiy mol to'g'rilamiz biz. Topish oson. Topish oson. Misol
sirobgachilik bo'lib ketdi bag'i. Lekin sementalni juda qiyinroq bag'i. Topish qiyin, lekin bo'lsa qaytmaysiz. Bo'lsa, nechta bo'lsa olamiz. Nechta bo'lsa oladi. Qarang, sementali 30 tagacha sut berdi. Galishtenlarniki eng maksimum nechtagacha sut berdi galishtenlar? Galishtinda mana shu uyimizda hozir mana shu dangaraklarga sotdim, mana shu gibrid ko'rsatdim-ku, 50 litr berdi. Birinchi qorinda o'zi. Ha, birinchi qorinda. Seryozni? Seryozni. Kommentarga yozib ketdim, tog'a 50 ta deb. Tog'a ham yorib yuborsa kerak-da vaqtda. Ha, 50 litr. Gap yo'q. Lekin shu aytganda aplikada turibdi hozir ham. Men o'zim misol video vizitda gaplashaman, tog'am bilan bundan rassomda qaraysiz. Men 50 litr sut beryapman. Ikkita mol berdim. Ikkita mol bergan bo'lsam 135 ga berdimmikin? Yo 170 milliondan kamdan berdim-da. 70 ta ozgina kamdan bo'ldi. Lekin bittasi 50 ta beryapti, bittasi 40 ta beryapti. Birinchi qorinda o'zi. Birinchi qorinda. Birinchi qorinda o'zi. Muzaffar aka, xonajinda misol uchun siz suvni urug'lantirasizmi yoki bu qadammi? Xonajinda endi kilasi mesela 450 kilodan o'tsa, suvni yoqsa ham bo'ladi. Misol asli tuv olishga qiynaladi. Undan buqaga qo'ysangiz tuvish osonroq bo'ladi. Sabab? Sabab urug'ni ko'tara olmaydi xonajin. Qiynaladi. Lekin 450 kilodan bo'lsa qiynalmaydi. 450 kilo qilish kerak. Uning uchun buni kilasi hozir mana shu xonajinda mashg'ulotchilarning kilasi hozir 400 kilo. Mashlar, ha? Mashlar. 400 kilo keladi hozir. Shular bir ikki oydan keyin urib qo'ysa bo'laveradi. Martga o'tib urib qo'ysa bo'ladi. Urib qo'ysa bo'laveradi. Martda. Qarang, sizda bitta narsasi men uchun qiziqda. Qornidagi bolasini urug' desa yaxshi xaridor ko'p bo'ladimi yoki buqami? Endi uni misol olgandan keyin misol esalomon tug'ilsa, oldiga tushgan bolasi ma'lum bo'ladi. Tushgan bolasidan ma'lum bo'ladi. Misol uchun semental qo'ydim desa, yana ham tezroq bo'ladi. Ya'ni olgan odamga ham effekt yaxshi. Effekt. Semental bo'lsa, effekt o'ta tez. Effekt yaxshi. Misol 10 millionga sotmaysiz, biz hozir 15 millionga sotasiz. Uje 5 million şey degan prebel bor. Aka, bitta narsani sizga yana bitta qo'shimcha qilib o'tib ketay. Sigir olaman degan obunachilarimizga menga so'raydi-da, uka 50 million yoki 40 yoki 45 million pulim bor. Sen qanaqa molni tavsiya qilasan dedi. 2-3 qorin tayyor turgan sut beray turgandimi yoki birinchi qorin olaymi, nima deysan degan savollar beradi. Men aytdimki, bugun ham shunaqa savol bo'ladi. Bugun kechqurun javobini olasiz Muzaffar akamdan dedim. Siz qarang, 50 million puli bor odamga qanaqa sigirni tavsiya qilasiz zotli mollardan? Zotli mol birinchi to'sh olish kerak. Birinchi to'sh. Endi misol sutiga misol 1-2 litrga aldanishi mumkin. Ikkinchi to'shda baribir zo'r bo'lib ketadi. Ikkinchi qorinda. Uchinchi qorinda yana ham zo'r bo'lib ketadi. Uchinchi qorinda ham zo'r bo'ladi. Keyin uni mabodo kelib sotaman desa ham har doim naq. Har doim naq. O'tib pastga tushmaydi pul. Tepaga yuradi. Tepaga yuradi, ha? Gap yo'q. Aka, qarang. Zotli mol olaman deb boqay turgan obunachilar xonajinda masalan zagon yo'q bo'lsa, bog'lab boqsam o'sha effekt beradimi, bermaydimi? Yo'q, zagon qilish kerak. Zagon qilmasa bor, bu molda oyog'i tez tugaydi. Bu irsiy kasal bu mana shu mollarda. Bu galishtirlarda irsiy kasali bor. Bu galishtirlarda suyak yemirilish bo'ladi. Bu mollar 3 oy, 4 oydan keyin qo'yib yuborish kerak ovga. Ko'pi bilan necha kun turadi baylovda? Baylovda misol yo yillab ham turaveradi. Oyoqlar bo'g'imlashib ketadi. Buni qo'yib yuborish kerak zagonga. Zagonda qo'yib yuborib boqishtasi. Zagonga qo'yib yuborish kerak. Bular misol mana bizniki ham yaqinda baylandi bu mollar. Baylansa fevralda oxirigacha turadi, xolos sraz qo'yib yuboriladi yana. Sraz qo'yiladi. Faqat galishtenlarda shunaqami yoki rossiyskiy sementallarda ham shunaqa? Hammasiga. Hayvon borki baylamash kerak. Asli. Hayvon bo'sh yursa yaxshi. Bo'sh yursa qon aylanish yaxshi bo'ladi, sog'lomlik ham zo'r bo'ladi, keyin kasallik ham kam bo'ladi. Kasallik ham kam bo'ladi. Gap yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, qo'ldan kelgancha sizlardan so'rab obunachilar uchun savollarni olyapmiz. Mana yotsa maza qilasiz molni. Mana. Qondan qarang. Bular kechki ovqatni yeganmi? Yo'q, endi yeydi. Endi yeydi. Nima berasiz? Ko'rsatamizmi? Silos, somonni ekoni aralashtirib kechkilikka solinadi. Somon silosda o'zimiz ratsionga o'xshab aralashib, ustiga 60% silos bo'lsa, 40% somon. Qo'shib berasiz. Ekoni aralashtiramizda, kechkilikka solib turib, bir qop kepagini shunday ustiga tashlaymiz. Kunjarasini tashlab qo'yamiz, yeb o'tiraveradi.
Yeyveradi. Suv necha mahal beriladi? Suvni bir mahal beryapman. Nimaga? 2 mahalga endi siyvoryapti. Gapni ochig'ida. Gangi siyvoryapti uni. Mana shu gapingizga-da men ham shu gapni kecha aytdim. Endi unga misol juda katta nima bo'lib ketyapti. Molni ko'p peshoblantiradi. Ha? Yabi. Siyib endi aytgansiz apilga ham Yetkazish kerak. ya yetkazaverasiz, tez bo'lib ketyapti. Qarang, bu mollarga misol uchun o'zi agar suvni talab qilib tursa, 2 mahal 2 mahal tutish kerak o'zi. Soat 10 da tutish kerak, kechki payt 5 da tutish kerak o'zi 2 mahal. o'zi aslida. Aslida 2 mahal tutish kerak. 2 mahal tutsangiz mol tez o'ng'allaydi. Ha. O'ng'alishga zo'r. Aha. Endi bizniki misol 3 oyga iloji yo'q, bir mahalga o'tadi. Iloji yo'q. Mollarni buni qornidagi homilasiga umuman ta'siri yo'q-a buni? Yo'q, uni homilasiga umuman bizniki sloska tuz qo'shilmaydi. Ha. Bizniki shunday beriladi. Shunday beriladi. Masalan, zo'r gap bo'ldi-da, hali silos bo'lsa turganimda ko'pchilik obunachilar tuz qo'shish kerak u bu deyishdi. Masalan, silosga umuman tuz qo'shmaysiz. Umuman qo'shilmaydi bizda. Umuman qo'shmaysiz. Negaki bular qishda baylanadi, yozda bo'lsa bo'ladi. Kelib suvni ichib, Kelib suv ichib yuraveradi unda. Aha. Bo'g'oz molga endi hali tuz qo'shsangiz, hali suvni ko'p ichib yuboradi. Zo'r qilib ketadi. Zo'r qiladi. Yabi. Muzaffar aka, drabilkani обязательно chiqarasiz somonni. Somonni drabilkadan chiqarib 60% ga silos, 40% nima mana shu drabilka beriladi. Mana shunda qo'shib berasiz, ha? Mana shuni qo'shamiz. Yabi, hurmatli tomoshabinlar. Endi bu yildan o'tgan yil olgan xonajilarim bor-da. Ha. O'sha xonajilarga ko'rsatib beraman. Hozir ko'rsataman. nech puldan olingan? 24 milliondan lashim olingan. O'shalarni ko'rsatamiz. O'shani hammasini ko'rsataman. Ketdik. Abrorjon, Voy aka. mana shu xonajilar o'tgan yili 90 ta xonajini ichidan tanlangan xonajilar. Mana shular, ha? Ha, mana shu 20 ta xonaji, mana shu 90 ta xonajini ichidan tanlab olgan. Aha. Endi o'zimiz tanlab, zo'rini tanlab olganmiz. Mana shu xonajilar mana o'tgan yili 24 million 200 mingdan baraka bo'lgan. Mana shu barakasi bo'lib, mana shu yerga kirib kelgan. Aha. Xudo xolasa, mana endi yetilyapti. Fevralga o'tib ko'payishamiz fevralda oxirida. Uju bolalashni boshlaydi, ha? Ha, bolalashni boshlaydi. Bular hozir qachon kelgan bular? Bular fevralda oxirida kelgan. O'tgan yil, ha? O'tgan yil. Uju hozir kelganiga uju 10 oy bo'ldi. 10 oy bo'ldi. 10 oy bo'ldi, hammasi uju bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz. 24 million 200 ming so'mdan olingan xonajilar akalar. Bular Rossiyadan provozdan kelgan, ha? Ha, bular Rossiyadan nimadan kelgan shunday. Provozdan kelgan mollar, hurmatli do'stlar. Mana ko'rib baho beringlarchi. Muzaffar aka, misol uchun taxminan mana shu 20 tadan 25 tadan. 20 ta. Bu 20 ta. Shuni misol hozirgi paytda sotaman desangiz nech puldan oladi bir joyda? Bir joyda hozir 50 milliondan desak hozir talashib kelsa kerak. Talashib olaveradi. Talashib ketadi. Bular juvoy versa ham hozir 600 kilodan o'tib ketdi. Bular tuqqanlar nechtadan nasib beryapti? Bularda tuqqani hali biz tug'dirganimiz yo'q. Lekin haliga o'zimizni nariga uyda katta uydagilar tug'dirdik. Misol Rossiyadan kelgan mollar ham 30 ta berganini ko'rdik. Mana shu mollar ham misol uchun yaxshi qarasa beraveradi o'sha. Ha, bular ham beraveradi. Bular ham 30 tadan kam bermaydi. Yo'q. Uju hurmatli do'stlar, hali yiliga yetib borgani yo'q. Olingani 24 million 200 ming so'mdan bo'lsa, mana shu xonajilar. Uju 10 oyda uju 50 million yuzini ko'ryapti mollar. Endi bularda mashinalardagi har bittasini yetilganini bozorga olib chiqib, yetiltirib solsa, xolisligingizda ayting nech puldan ketadi? 55 milliondan ketaveradi. Qiynalmay, ha? Qiynalmay. Uje 54 million 200 ming bo'lsa, 54 million 200 ming. 30 million ustiga qo'shiladi. Bitta mal 1 yilda 10 million yedimi, yemaydimi? Yo'q, $1000 yeydi. $1000 lopa bilan. Lopa bilan. $1000 yesa, uje hurmatli tomoshabinlar, aniq summasi, foydasi aniqda. Ha, foydasi. Endi bu hayvonda baraka bor-da, baribir. Ha. Baraka bor. Misol, buni misol foydasini ham ko'ryapmiz, ziyoniga ham chidaymiz. Ziyoniga ham chidaladi. Yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, misol uchun uy sharoitida 20 ta molga mana shunaqa joiz bo'lsa, 20 ta molni misol uchun bitta tashlasangiz, 24 million 200 mingdan uje tashlangan bitta mol uje yetiltirib 1 yil strelkani olib kelib sotsangiz uje 54 millionga borgan taqdirda ham 30 million bo'lsa,
u tomondan kelib 12 millionda chiqaryapmiz. Uje 18 millionda har bittasidan foydasi bor. Xudo xolasa bo'ladi. Gap yo'q. Ko'pmi azmi bo'ladi. Ko'pmi azmi 18 millionda. Endi 18 million pul kimgadir kamga o'xshashi mumkin. Undan 20 ta bo'lsa qancha bo'ladi? Bitta Malibu'ya to'g'rimi? Ha. 20 ta mol boqib, pulingiz joyida turib, rasxotidan tashqari bitta Malibu olaversa ekanda. Xuddi shuna bo'ladi. Gap yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, qo'ldan kelgancha video qildik. Bu video o'zi srochniy bo'lib qoldi. Lekin qo'ldan kelgancha ma'lumot yomg'ir, beramiz. baraka yomg'ir yoqilgani uchun haligi odamlarga xursandchilik bir o'tirib tomosha qilib o'tirganda bitta like bosib qo'ysa bo'ldi. Gap yo'q. Muzaffar aka, sizga ham rahmat. Bizni yo'q demay Samarqandga kelganimizda bitta like bosadi. Gap yo'q. Hojibo, molni zo'r bizda bo'ladi. Yo'q. Bularda sekin yetiltirib savdogarmi, dehqonmi, fermermi, любой odamga tushadi ertaga. Toshkentliklarga bir tosh otib qo'ying chetiga. Yo'q, otmang. Otmaymi? Yo'q. Hammaniki ham tirikchiligi, yo otasizmi? Yapti tosh otib qo'yingmi? Bormi? Shunaqalar deydi-yu, bizga chiqib olib. Yo'q. Vodiyliklar deydi-yu. Yo, endi qarang. O'zi men mana shu gapga umuman qarshiman. Vodiylik, toshkentlik degan narsa hammamiz o'zbekmiz. Hammamiz. Masalan, aka qarang. Sizniki ham tirikchilik. Shu ahli ayol, ota-ona, bola chaqani bir hojati uchun, o'zingizni hozirlash uchun ishlayapsiz. U ham shunaqada. To'g'rimi? Ha, shu. Hamma tirikchilik, hammaga tirikchilik. Bola chaqa baqaman deyapti. Biz ham shu ish. Ota-onamizni baxtli qilib, misol mana hamma ishlarni misol ko'rsatamiz. Dadam ham deb ko'rib xursand bo'ladi. Gap yo'q. O'ti shunaqa ishlar. 20 ta hunojim boqib aka, rasxotidan tashqari yiliga bitta Malibu olsa bo'ladi. Bitta Malibu olsa bo'ladi, 10 sotik joy olsa ham bo'ladi. Gap yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, sog' bo'linglar. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Hammaga omad. O'zbekistonimiz tinch, yurtimiz ravnaqi bundan-da ziyoda bo'lsin. Mana semental nech pulga olgansiz aka? Men sementalni 16 million olganman. 16 million. Qarib hozirgi narx nech pul? Fisabilloh, shunchaki. Hozir 40 million. 40 million. Ammo aka, yaqinda bir meni tanishim olib kelyapti. 330 ta Germaniyadan mana shunday hunojlar keladi. Baribir o'zimizdan yetilganiga yetmaydi. Qarang, 65 milliondan keladi deyapti. Mana shunday molni. Endi bu hozir 5 oylikka to'ydi. 5 oy. Bo'g'ozligi. O'sha importidan bilan, xonajinda importidan. Bu Germaniyadan kelsa ham shunchalik keladi. Bu hali mart oyida ko'rsataman sizga. Aha. Imini sumkani tashib beraman mart oyida. Gap. 8-martda tashib beraman. Muzaffar aka, sizga o'xshagan, siz va sizga o'xshaganlar ko'paysa, mana O'zbekistonda yaxshi mol ko'payaveradi. Ha, xudo xolasa ko'paydi. Bizga o'xshagan odamlar ko'paysin. Nimagaki biz ham ustoz ko'rganmiz, ustozlarimiz bo'lgan. Mana dadam ustoz, keyin taomlar ustoz bo'lgan bizga. To'g'ri gapda. Endi bu molni tanitishga, bu hali o'zimiz bozorga borib ham, yo fermaga borib ham mol olib kelolmaymiz. Ustoz ko'rganmiz. Gap yo'q. Ustozlarga ham katta rahmat. Nimagaki biz o'sha yoshligimizdan o'sha birinchi sinfligimizdan bozorga olib borgan, molga olib borgan. Aha. Shunchalik bo'lganmiz. Gap yo'q. Hammaga omad, sog' bo'linglar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Molni originalini kallasi qanaqa bo'ladi desa, men mana bunaqa bo'ladi deb bemalol aytaveraman. Mana shu tobboni chiploshni ustida sersus bo'ladi. Eng qizig'ini aytaymi? Men o'rnachilarim mana shunaqada. Mana shu tobboni sploshni ustida sersus bo'ladi. Mana ishlamasa fermer taomlar ham. Mana bu kam sut bu? Ya, bu kam sut. Mana bu sersut. Mana buchi. Yo'q, bu ham sersut. Nimaroqda bu? Go'shroqda bu. Hurmatli tomoshabinlar, xonajimda kallasini ko'rib, qaytdan sutini bilaman degan akalarimizga mana shu mashina tushgani sersut bo'lib hisoblanadi. Mana do'stlar, hammaga omad, sog' bo'linglar. Mana bu endi savdogarlarda mol. Mana kallasi nima toshbaqa kalla deydimi? Kallasi 5000 dollar. Kallasi 5000 dollar deydi. Orpaka do'raydimi? Jayitga. Orpaka mana 5000 dollar mollar yetilyapti. Yo'q, kelaverasizlar. Hammaga omad. Hurmatli do'stlar, bitta halol opak rost savdo bo'ldi, gap bo'ldi. Chunki Mo'chakam rost gapirtiradi, suvdan ichkizib, keyin videoni boshlaganman. Hammaga omad.